Assalomu alaykum hammaga. Mana shu Teplouz kotyolidan olgan edim 15 kilovatligidan. Samarqandga olib kelgan edim. O'zim borib mashinim bilan mana shunaqa tuproqdan nima zapravka qilganman. Mana shu O'zbekistonning Qaro ko'piridan. Bitta yonishini ko'rsatay. Agar och olsam. Avtogen ishlab emasda. Avtogendan battar yonyapti. Hozir ichini ko'rsatay. Kotyolga gap bo'lishi mumkin emas. Kotyolga gap yo'q. Mana bu yerga sheberni zaslonkalari, dimoxodlarni utuplyonni qilganman. Mana shu 15 kilovatlik ikkita joyga tochka ketyapti. Ikkita tochka ketyapti. Ikkita joyga shu 15 kilovatlik kotyolga. Gapi yo'q lekin. Obidjon, kotyolga rahmat. Zo'r davolni. Men Samarqandga o'zim mashinam bilan borib olib kelgan edim-da. Gapi yo'q, rahmat.